Payg'ambarimiz hadislarida uning vafotida arsh titradi deb sharaflangan ulug' sahoba kim edi? To'g'ri javob: Hazrati Sa'd ibn Mu'oz. Uhud jangida Hazrati Hamzani shahid qilgan kim edi? To'g'ri javob: Vahshiy. Islom tarixidagi ilk tuhmatga uchragan sahoba onamiz kim? To'g'ri javob: Hazrati Oysha onamiz. Uhud jangida bayroqni ko'tarib shahid bo'lgan sahoba kim? To'g'ri javob: Hazrati Musab ibn Umayr. Birinchi azonni aytgan sahoba kim? Bu savolga javobni kommentariyaga yozib qo'ying.